Toshkent shahrida ikkinchi ekopark qurilyapti. Osiyo ko'chasida. Shunda video hozir rasmlarni ko'rsatib o'taman. Shunda o'sha yangi ekopark orqasida joylashgan mahallada bunaqasi shu Gidromet sentrdan kirganimizda, bunaqasi Mali Kaltsoydan kirganimizda Bodomzor ko'chasida joylashgan 6 sotixli yangi obyektimizga kelganmiz. Quruvchi akalarimiz uchun zo'r taklifga bitta ko'rishinglar kerak. Ikki yon taraflama ko'cha, bir yon tarafimiz ani fasad qismi 28 metr. Orqasida yana bitta ko'cha bor. Shuning uchun ani quruvchi akalar ke bitta ko'ringlar, bu yerga bemalol 3 ta xonadonni qursanglar bo'ladi. Qo'limizning ichkari tarafi o'zini vremyankalari bor, kadastrlarimiz tayyor, bir kunda shundoq nominglarga o'tkazib beriladi. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, mana darvozamiz joylashgan orqa taraf, ya'ni aytdim-ku, ikki yon taraflama ko'cha. Ikkinchi taraf ko'chaga chiqib, mana shu yerdan ham xullas birinchi botdan kiradigan va oldi 28 u 28 ham 2 ga bo'lib bemalol 3 ta chursangiz bo'ladi. Bu yoq ko'chamizdan ham shunda o'sha ekopark tarafga chiqib ketiladi. Primerni 150-200 metr chiqqanimizda, ya'ni 5 minut pishkom yurganingizda shunda o'sha parkka chiqiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, aka biz har bitta videoda narxini aytib boryapmiz. Xonadonimizni bir sotixi uchun $44,000 so'ralyapti. Joyi egalarini, telefon raqamlarini primoy o'rtada hech kim yo'q yozib qoldirdim. Keling, ko'ring, tepasida savdo qiling.